Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan to'qimachilik, to'qimachilikda innovatsion texnologiyalar fanining 5-mavzusi, ya'ni nanotexnologiyalarning tuzilishi, ishlatilishi, rivojlanishi va fanning rivojlanishi haqida mavzu yuritamiz. Rejada nanotexnologiya haqida umumiy tushuncha keltirilgan. Nanotexnologiya atamasi birinchi marta 1974-yilda Norio Taniguchi tomonidan yaratilgan bo'lib, bu atamani bir necha nanometr o'lchamdagi mahsulotlar ishlab chiqarish deb atadi. 1980-yilda bu atama Erik Drexler o'zining kitoblarida nanotexnologiya va nanotizimlarning kelayotgan davri, molekulalar mashinalar ishlab chiqarish va hisoblash so'zlarini ishlatdi. Uning tadqiqotida asosiy o'rinni matematik hisob-kitoblar tashkil etgan bo'lib, ular yordamida o'lchamlari bir nechta nanometr bo'lgan qurilmaning ishini tahlil qilish mumkin edi. Nanotexnologiya fundamental amaliy fan bo'lib, nanotexnologiya sohasi bu fanda asosan fan va texnologiya sohasi bo'lib, u nazariy asoslash, tadqiqot, tahlil qilish va sintezning amaliy usullari, shuningdek ma'lum atom tuzilishiga ega bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish va ularni foydalanish usullari bilan shug'ullanadigan soha hisoblanadi. Nanotexnologiyalarning amaliy jihati atomlar, molekulalar va nanozarrachalarni yaratish, qayta ishlash va manipulyatsiya qilish uchun zarur bo'lgan qurilmalar va ularning tarkibiy qismlarini ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi. Nanomateriallar bo'lishi uchun kamida bitta chiziqli o'lchami 100 mm dan kam bo'lishi zarur. Nanotexnologiyalar an'anaviy fanlardan sifat jihatdan farq qiladi. Chunki bunday shkalalarda materiya bilan ishlashning odatiy mikroskopik texnologiyalar ko'pincha qo'llanilmaydi va odatdagi shkalada ahamiyatsiz bo'lgan mikroskop hodisalar sezilarli darajada kuchayadi. Nanotexnologiya va xususan molekulalar texnologiya yangi, juda kam o'rganilgan fanlardir. Bu sohada bashorat qilishdan asosiy kashfiyotlar hali amalga oshirilmagan. Shunga qaramay, olib borilayotgan izlanishlar allaqachon amaliy natijalarni bermoqda. Zamonaviy elektronikaning rivojlanishi qurilmalarning o'lchamlarini kamaytirish ustida bormoqda. Boshqa zamondan klassik ishlab chiqarish usullari o'zlarining tabiiy, iqtisodiy va texnologik to'sig'iga yaqinlashib bormoqda. Bu yerda qurilmaning o'lchami biroz kamayadi, ammo iqtisodiy jihatdan xarajatlar eksponensial ravishda oshadi. Nanotexnologiya, elektronika va boshqa ilm fanni ko'p talab qiladigan tarmoqlarni rivojlantirishdagi navbatdagi mantiqiy qadamdir. Richard Phillips Feynman 1918-yil 11-mayda New Yorkda tug'ilgan amerikalik fizik olim hisoblanadi. AQSh Milliy fanlar akademiyasi a'zosi, Massachusetts texnologiya instituti tugatgan va 1939-yilda falsafa fanlari doktori, 1942-yilda esa Princeton universitetida Los Alamos laboratoriyasida hamda ishlagan. Cornell texnologiya universiteti professori,
lavozimini 1950-yildan boshlagan. Ilmiy ishlari maydon kvant nazariyasi, kvant elektrodinamikasi, elementar zarralar fizikasi, statistik fizika, ya'ni o'tkazuvchanlik va gravitatsiya nazariyasiga oid maydon kvant nazariyasining rivojlanishida muhim o'rin tutgan matematik apparatni ishlab chiqqan va bu o'ta oquvchan geliyning uyurma tabiatini tushuntirib bergan hamda fizikadan Feynman ma'ruzalari kursi muallifi, Albert Einstein mukofoti, Nobel mukofoti va ko'pgina manbalar birinchi navbatda ingliz tilida, keyinchalik nanotexnologiya deb atalgan usullarning birinchi eslatmasini Richard Feynmanning asarlarida ko'rishimiz mumkin. Feynmanning o'zining ishlanmalarida va qo'lyozmalarida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. U ushbu manipulyatorni quyidagi tarzda qilishni taklif qildi. O'z nusxasini yaratadigan mexanizmni yaratish kerak. Faqat kichikroq tartibda yaratilgan kichikroq mexanizm yana o'z nusxasini yaratishi kerak edi. Yana kichikroq, ya'ni nano o'lchamlar asosida yaratilishi kerak bo'lgan mexanizmlarni yaratishni taklif qiladi va bitta atom tartibning o'lchamlariga mos kelguncha davom etishi kerak. Shu bilan birga ushbu mexanizmning tuzilishiga o'zgarishlar kiritish kerak bo'ladi. Chunki mikrokosmosda harakat qiluvchi tortishish kuchlari kamroq ta'sir qiladi va molekulalar aro o'zaro ta'sir kuchlari va yana van der Waals kuchlari tobora kuchayib boradi. Oxirgi bosqich hosil bo'lgan mexanizm o'z nusxasini alohida atomlardan yig'adi. Aslida bunday nusxalar soni cheksizdir. Qisqa vaqt ichida bunday mashinalarning juda ko'p sonini yaratish mumkin bo'ladi. Ushbu mashinalar makro narsalarni xuddi shu tarzda atom yig'ish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday nanorobotlarga faqat kerakli miqdordagi molekulalar va energiya berilishi va kerakli narsalarni yig'ish dasturini yozish kerak bo'ladi. Hozircha hech kim bu imkoniyatni inkor eta olmagan, ammo bunday mexanizmlarni yaratishga hali hech kim erishmagan. Shunday qilib, Feynman o'zi tasavvur qilgan manipulyatorni tasvirlab berdi. Hozirgi zamonda iqtisodiyotning muhim yo'nalishlaridan biri informatsion texnologiyalar, ya'ni axborot texnologiyalari hisoblanadi. U ma'lumotlarni yig'ish, ularni qayta ishlashni amalga oshirish asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun mo'ljallangan. Hozirgi paytda axborotni qanday tushunish haqida quyidagicha nuqtai nazarlar yuzaga kelgan. Bo'ladi. Ya'ni bu tasvirlarimizda nanotexnologiyalarning bir-biriga inson omiliga hamda inson omilining texnologiyalarga ta'siri bevosita zanjir sifatida kelib chiqishini tasvirlangan hamda bumerang shaklida, ya'ni aylanishi keltirilgan bo'lib, bu o'z holatda smart textile hodisalar, ya'ni smart textile orqali nanotexnologiyalarning bajarilishi, boshqarilishi va tashkil etilishi kuzatiladi. Nano zarrachalar kichiklashtirilgan zamonaviy tendensiyani shuni ko'rsatadiki, agar moddaning juda kichik zarrachasi hosil qilinsa, bu holda modda butunlay yangi xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. O'lchamlari 1 dan 100 nanometrgacha bo'lgan zarralar odatda nano zarrachalar deb ataladi. Masalan, ba'zi materiallarning nano zarrachalari juda yaxshi, kattalik va adsorpsion
xususiyatlarga ega ekanligi ma'lum bo'ladi. Nanozarrachalarning ko'pgina fizik kimyoviy xususiyatlari qiyma materiallardan farqli o'laroq ularning hajmiga bog'liq bo'lganligi sababli so'nggi yillarda eritmalardagi nanozarrachalar hajmini o'lchash usullariga katta qiziqish bor. Nanometrlar tarkibidagi zarrachalar yoki nanozarrachalar ilmiy doiralarda deyilgandek ulardan foydalanishda katta xalaqit beradigan bitta xususiyatga ega. Ular aglomeratlar hosil qilishi mumkin, ya'ni bir-biriga yopishadi. Nanozarrachalar keramika, metallurgiya sohalarida istiqbolli bo'lganligi sababli bu muammoni hal qilish kerak. Mumkin bo'lgan yechimlardan biri ammoniy sifat suvli eritma, ya'ni imidazolin, oleik, spirt kabi dispersion moddalardir. Uglevodlar, nanokristallar hamda nanokristallarning shakllanishi mana bu tasvirlarimizda, ya'ni inson qo'li orqali yaratilgan o'sha nanotexnologiyalar orqali yaratilgan nano zarrachalardan foydalana olish va foydalanish jarayonida butun dunyo bilan munosabatda bo'lish, ya'ni butun dunyodagi yangiliklardan, tadqiqotlardan, ishlardan xabardor bo'lish, siyosatdan xabardor bo'lish va dunyoning u chetdagi bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lish imkoniyatini beradi. Bu yerda esa o'suvchanlik yildan yilga texnologiyalarning inson ongi hamda rivojlanishning keskin o'sayotganligi tasvirlangan. Hamda bu yerda nafaqat fizikaviy kattaliklar orqali, balki metrologiya birliklari orqali, fizik birliklari orqali, nano o'lchamlar orqali kichik zarrachalardan katta texnologiyalarni yokida tadqiqotlarni yaratish imkoniyati va butun dunyoga targ'ib qilish imkoniyati bo'ladi. Shu bilan bugun darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.